Davlat rahbari tomonidan xursandchilik bilan boshlangan bu Ramazonning xursandchiligini buzmoqchi bo'lgan haqli gap so'zlar chiqdi. Bir yosh yigitni chiqib Ramazon tabrigi, juma tabrigini yubormanglar, Rahmatulloh Tirmiziyning ma'ruzasini yubormanglar degan gaplar, so'zlar chiqdi. Ko'pchilik dili xira bo'ldi. Yosh yigit, kichkina farzandlarimiz tengi yigit, ammo hurmat bilan munosabat qilishni bilmagan o'sha yigitni gaplariga e'tibor qilmaymiz do'stlar, xafa bo'lmaymiz. Biz Ramazonni xursandchilikdan boshladik. U gaplar davlat rahbarining siyosatini anglatmaydi. Davlatning siyosatini anglatmaydi. Davlatimiz rahbarining siyosati, ya'ni O'zbekiston siyosati undoq emas albatta. Chunki juma tabrigini yuborib bo'lmaydi degan gap kimning gapi? Bu o'sha salafiy vahabiylarning gapi. Ular bilan bir qatorga tushib qolinadi. Aytgandek, agar juma tabrigi yuborish mumkin bo'lmasa, davlat rahbarining hayit tabrigi ham mumkin bo'lmay qoladi. Bu hokazo. Shuning uchun bunaqa narsalarga e'tibor qilmaymiz. U bolalarga duo qilamiz. Alloh insofini bersin. Otasi qulog'ini tortib qo'ygandir. Har holda otasi domla odam. Domlani kuyovi, domlaning o'g'li. Endi shunaqa narsalar ham chiqib turar ekanda. Bunga chalg'imanglar. Xursandchiligimiz bilan Ramazonni davom ettiramiz va shu zaylda davom etkazamiz oxirigacha.